ölgün olsa öldü de şunun akıp vermem de bu. Taksi tutup akıp gelin bir cevabını vermem de. Ne ölse öldü de gerek. Kanada palencededir demem de bu. Hazır öldü mü demi de, tutup tuğduk mu demi de, işini mi demi atıdı? İşkene demeye otur. Oğlunuzdan ismi neme? Ayıp kazı. Nemiş kılıdı, balınız özde nemiş bilen şoğuluntu, nem cümüs bilen? İşte cümüsü yok. Aya keleyecekmem da tümde yuva keleyecekkan yerde man kesip batkan yerde tutup akıttım lan. Tutup kayaga tuttu. Bahulanga pap kapattık. Bahulanga. 7. ayının 6. gün tutup ekyattı mı? 7. ayının 6'sını jutka sövet yok. Sıraga oğlanla hazır bağ yak yok dedi mi demedi mi? Demedi. Jutka yok da otur. Siz Ürümçi'den kayırda oturasılar. Serden şey cevapında değil. Burundan çam yojide işlegenmiz. Siz özünüz işliге idarık verip, balam yoqap ketdi, balamni tepkiranlar demedi mi? Dedik dep odada karab, bir ret karab çıktı olan karamadı otur. Ulamı çatkı bomada hazır kadar. Çatağı yok. Komşanga şul vardı mı? Şulda bir cevap vergen yok. Canabıl'dan kışık bağımda mı bu işte ortada? Canabıl'ın kasına para almadık. Kırgızmaydı mesela bizde cürgüzmaydı. Tek şerbet atmış yerde. Yüce bir yetim bana karabide oturmuş bile ağırıp men. Bu öyde sizden başkanı kim var öyde? Ait kazının bağırlar var mı öyde hazır siz bilen bile? Kızım var özümün kızım, çoğun kızım. Çoğun kızınızı veren, çoğun kızınız bilen bir söz şey. Var. Qanday jaxsım siz? Yaxşısınız, yaxşı. Yaxşı. Ha, bizning anışımız ikki qazaq ailesining balasi yo'qolib ketgan deb aldik. Sizning bilgan anishi ikki mo ya uni yana boshqa bormi qazaqlardan? Biz Kazaklardan çünkü yalnız özümüzle degen başka Kazaklarni anglab bakmadık. Sizning anglishingizda aytqazi shu kungi voqeaga namoyish qatnashganmi, qatnashmaganmi? Qatnashmagan o günü kechda bala bor uyda. 7-ayning 6 kuni yo'q qolgan. 7-ayning 6 kuniligi shu Kenjanchi Jojintavi tarafda va Polshan tarafda bek bo'lib ketgan emasmi? Yo'lning ayt tarafda. Shuningdek hamma odamni tutinglar degan buyruq tushgan. O buyruq tushib bo'lib yerda xabarlab bo'lguncha biz uni ko'rmab shu ortiqda inim ostiga tushib ketgan. Ostiga tushib Polsha bilan Danku bilan chiqib ketgan odam. Ko'p bitti yo'q, beshi ustida beshi. Kaç saat yettiler bo'lganda apamga telefon urib bundaq debdi, bizni saqchilar tutib oldi. Sen mendan ansirimlar tamoq yemsa bir narsa olib beraymi, hozir qo'yib bitdi bizni debdi. Shu bitti yo'q. Yo'qolib ketgandan keyin biz izlab topolmay 2 kundan keyin Taqulan Taysorning odami chiqib ketdi deb angladik biz. Yana bir o'zimning kichik dadasininki bir qizi bor, shu qizalni tutib olibdi. O qizalni chiqarib olgandan keyin o qizalning otasi bizga telefon beribdi-ku. Voy, aytdim ashada qoldi, biz aytqansak bizga chiqtirmadi, men yugurib tunishlarni deb turib, qizim narahat chiqadi. Mustaq naqaq tutib olibdi deb boshladi. Nu posni elib Taysorga borsak, Taysorning odamni yo'tkab ketibdi. Atmışıya etkiyip biz tızımga aldırışka özgürmedik deydi. Soyan tarafta şekaylı çocuğun duyunun adamları var. Karkiyim kegen. Masakçılarının ki onun küçü yetmeydi ki. Kulak açtak diyensek ağzır açık ketip birden boldırıp kegen bolsanlar açık olarak açık ketip. Lekin sizin oynanız var mı yok mu kumayınız tızımga mı özgürmedik tızımlak mı dedi bizge de başlak. Şu bitti biz hiç kandak onun da neyim alamız. Okugan bala bulatın o da niye şu şey bitirgen. Bitirip hizmet yoktu hizmet saklavatkan balayız. Parası yettik girdi bir balanı bağ otur apam özdealik net çetirgen adam. Bizge de obaz oldu beker tilmasız bakkan balam üstüp yoğalıp gitti. Ayrıldım şu zemkinden geçer soğuk çıray közlerde ya. Voy, assalomu alaykum. Jumaxun Jumatay. Siz millatingiz qozoq, shundaqmi? Qozoq, to'g'ri. Bizga kelgan uchurda shu 5-iyul voqeasidan keyin tutqunda ikki qozoq bola yo'qolib ketdi deb bizga uchur keldi. Sizning bilishingizcha ikkimi yoki buni yana boshqa bormi qozoq bolalardan? Yo'q, qozoqlardan men shuni ikki deb angladim. Ya'ni sizning anglashingizda bu o'g'lingiz bu 5-iyul voqeasiga qanday chetildi, qanchalik aralashgan? Mundaq ish. 7-ayning 5 kuni shu kashqurunda uyga kelimiz deb uyga kirmen deganda biz to'g'rilab ketib qolibdik. Mening akam Argunsida, Uyungusida qalaymaqanni ketamaganin keyin uyga kelmez, uyda oshqush yo'q. Buni bizning xiyolimizda mushu Argunsiga mangimiz yeshuan deb mangimiz deb ketkicha shu kuni yo'l ustida qandoq bo'lganini biz ahvol o'zimiz ko'zimiz ko'rmadik. Bu bolaning uningga qatnashqidak, ya birsiga qarshilik qilg'idak unda qildigan bola emas. Ayol bolalar bormi? Baba, hozir bir bolasi bor bizning qo'limizda. O'g'lingiz o'zi nima ish qildi? O'g'lim burun ma avtobus gunsuago. Ha. Burun ma Nanzigo'da kayin gunsuda avtobus aygan bola bor. Sizlar hamda eng oxirgi qitim qayerda ko'rdinglar bu o'g'linglarni? Biz ko'rmadik, qo'shnilarim ko'rdi. Bu voqealikda biz ko'rildi. Ular qayerda ko'ribdi? Sizga qanday aytdi? Kishini oldini ko'ribdi. Falonlar kelib kirama musha to'g o'tog'ini ko'rdik dedi. Kechda bir odamni tutib ketgini yoki qaysi qamoqxona bag'aliq haqida sizga hech qanday uchur yo'qmi?
Yo'q. O şunun bilan men buni Yerşar mehmonxonasi var Urumchidagi. Yerşar mehmonxonasida butun mushu chiqib ketganlar tizimdanglar degandan keyin men aşağı berib bir qur ahvolning hammasini aytib, bir qul jadval tuzab, shuning bilan ashlar topshirib bergan. Ham Yerşar mehmonxonasi buni ahvolni egalladi, tekshirdi, hammani biladi. Biroq oxirida 1 yildan keyin buni xulosasini chiqara olmay bular bir ansilim bir shaharlik gumanjiga Abdurrahman Gumanjiga ishki parchada material qilib yo'lladik. Endi shunga bo'lsa shaharlik gumanji beringlar dedi. Biz shaharlik gumanji berib, mushu ahvolni anzik olgandan keyin bo'limi deydi, izlab baqilib, qarab baqilib, baqi deydi. Andan keyin payt sordimi keldi, bu ahvolni tekshirdi. Bir hesapta bular voy andaqarakkan, buning puti mundaqkan, andaqay putida yarısı varken degandan keyin men dedim, "Onda sizlar bilamizlar bu ishni" deb. Bu aniq bilimi deya olmadi bularchi. Mushu gaplardan qaraganda bu balaning tutilganligi, bir yak solanganlik aniq degan gapdamisiz? O albatta o ishni, bu asli gumanjimi bo'ladi bu ishni. Bilmaydigan shulamda. Yarova parvodigini qaraganda hech bo'lmaydigancha ma'lum bir o'rin hozir biz ko'rdik, biz bilimiz davatgan bir o'rin bor degan gap og'zidan chiqqan. To'g'ri. Qaysi o'rinning? Hozir sizning o'g'lingizni biz ko'rdik, biz tutdik yoki biz bilimiz falon yerda deb degan o'rin qaysi saqchi? Endi ko'rdik biz falonchi deganni bizga demaydi. Har qandig'ini deydig'ini biz bu hozir bizning qo'limiz yo'q. Biz qayerdan biz tekshirib baqili, ahvolni egallab baqili dedi. Bularning demoqchiligi ba'zi birlar chetelga chiqayotganlar bor deydi. Degandan keyin men dedim, "Men qozoq, mening balam qozoq, mening balam chetelga chiqadigan ishimiz yo'q. Agar chetelga chiqaman desa, Gomin jindada uning pasporti bor. Pasporti bor. U chiqaman desa Qozog'istonda ayoli bor. Shu bolasimi shu yerda. Buning ichida ishlar murakkab, buning ichida ish. Chunki ne ig'ir jazolni bildiryapti, bu nima uchun bildirmaydi degan masala. Endi uni menda bir gap. Biz az taftimiz Urumchilik, garlik odamlar, bu ahvollarni ba'zi bir Urumchilik garlik bo'lgandan keyin ba'zi bir naskeraklarni yeb jingisigacha bilaman. Buni men hozir sizga men so'zlamayman. Bu o'zimning ko'z qarashim. 3 yildan beri kelmagan bola endi kelamda. Hurmatli radio anglag'uchilar. Yuqorida 5-yildan keyin g'oyib bo'lganlar orasidagi 2 qozoq kishi haqida tafsiliy xabar berdik.